Assalomu alaykum akalar. Yana bitta legendamiz olib qo'yganmiz. Buni sepiladigan joylari bor ekan, sepib beramiz. Bunaqa zazorlari katta ekan. Zazorlarni kichkina qilib yumib chiroyli qilib beramiz. Bunaqangi yorilgan joylari bor. Mana yorilgan. Arkalari chirib qopti. Arkalarini chiroyli qilib kesib, list qo'yib, xudo xolasa xizmat qiladiganroq qilib beriladi. Chetlari sepiladi. Mayda juda petnolari sepiladi. Oldi fara shishalari alishadi. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Bitgandan keyingi jarayonni ko'rasizlar.